Xullas bir kun adashmasam hokimmi yo o'rinbosarmi kimdir keldida maktabimizga. Endi tasavvur qiling, hokim kelsa qanaqa xuddi vazir kelgandaqa kutib olindi, boshqa qilindi. Shunday chiqdida direktorimizga qarab, nima kamchilik dedi. Nima kamchilik dedi. Hamma narsani hal qilib yuboradi deb o'yladik-da, keyin aytsak ekan, endi ochiqlik siyosati-ku, aytsak bo'laversa kerak deb. Hojatxona juda ham ayanchli ahvolda edi. Kirsangiz chida olmaysiz, ko'zingizdan yosh oqib ketadigan darajada edi-da. Uni endi katta pul ketadi. Shu hojatxonani aytib turib, sekin nima qilamiz dedi. Direktorimiz sekingina shu hojatxonamiz bor. Shu hojatxonamizni ozgina ta'mirlab nima qilish kerak yoki yangitdan qurishga yordam bersangiz. Bo'ldi, hal qilamiz. Qaysi? Narigimi? Ha, bo'ldi. Gap yo'q, hal qilamiz. Chiqib ketdi. Chiqib ketdi. Keyin 5 minut o'tar o'tmas, ana rayona mudiri telefon qilyapti. Menga dedi, ana hojatxonani tezda ta'mirlab, remont qilib, rasmga olib tashlaysizlar deyapti. Maktab bo'yniga qo'yib qo'y. Ha, bu